Yuanshao, Xiaoning yoki Tianfengning bir odamning gapi quloq solgan bo'lsa, qalbi qila olamdi? Xiao bilan Tianfeng rostli shunday iqtidorli mushavirlarmi? Undaq emas. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Yuanshaoning qo'l ostidagi mushavirlardan Xiao bilan Tianfeng ular haqiqatan rostli shunday iqtidorliqmi? Ularning iqtidorini boshqa mushavirlarga solishtirganda unchalik yuqori emas deyishib bo'ldi. Nimishki bunda deymiz? Chunki haqiqiy aqlliq, iqtidorli mushavir pasibanning tutgan yo'li qarta ish ko'radi. Ammo ular o'zining usuli bo'yicha pasibanni shu usulga mang'izmoqchi bo'ladi. Masalan, ular bir amalni ko'rsatdi. Ammo Yuanshao qo'shilmagan vaqtda ular shu ko'rsatgan amalida, tadbirda ching turib oladi. Yuanshao'ningki o'zi tutgan yo'li bo'yicha yana yangi amalni ko'rsatishga unamaydi. Ammo boshqa mushavirlar undaq emas. Masalan, Liu Beining qo'l ostidagi Zhuge. Liu Bei Zhuge ko'rsatgan amalga unamay o'zi boshqa usulda bu ishni bir taraf qilmoqchi bo'lgan vaqtda dal shu usulga mos keladigan amalni Zhuge unga yana tepib berdi. Savsaning qo'l ostidagi Shunyu bilan Guojian o'xshash. Savsa boshqa usul bilan bu ishni hal qilmoqchi bo'lgan vaqtda dal shu ishga mos keladigan yangi amalni ular yana tepib chiqdi degan gap. Ammo Tianfeng bilan Xiao undaq qilmaydi. Ular faqat shu beshida o'zi o'tirib qo'ygan shu amal tadbirlarning haqiqiy ekanligi, o'zining yolg'on aytmaganligini isbotlash uchun shuni ching turib oladi. Boshdan oxiri shuni isbotlamoqchi bo'ldi. Oxirida yana shularningki tadbirlar bilan Yuanshao mag'lub bo'lib ketdi. Demak, haqiqiy aqlli kishilar qanday bo'ldi degan vaqtda dal shu o'zgarishga qarta yangi amallarni, yangi tadbirlarni tuzib chiqaradi degan gap. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga 6 raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondorchilikqa, korxonchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim qadamga uchir qiling.